Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Rossiyada to'lanmagan shtaraf uchun bessрочный запретim bor edi. Nevroaviya kompaniyasiga Hasan akaga murojaat qilgandim. 2,5-3 oyda ochib berishdi. Keldim Rossiyada. Petrdaman hozir. Mayli, sizlarga rahmat aka. To'g'risi o'zim ham ishonmagandim ochidaman deb. Sizlarga rahmat. Sodiqov Nazirbek Qashqadaryodan bu akamiz zapretlarni mana shu 2,5 oy ichida ochib berdik. Mana Rossiyaga kirib olibdilar. So'z isboti bilan degandek videolarni ko'rdingizlar. Kimin Rossiyada deport zapretlari bo'lsa, Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor. Shu advokatlarimiz orqali tekshirtirib beramiz. Ochib bo'ladigan bo'lsa, ochtirib beramiz. Hammasini ham ochib bo'lmaydi, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Pastda Telegram nomeri qoldiraman, Telegramdan yozinglar, operator qizlarimiz javob beradi. Ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida bor va Toshkent shahri Olmazor tumanida bor. Lokatsiya so'rasangizlar tashlab beradi. Eng arzon aviabiletlarni bizdan xarid qilsangizlar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.